haqiqiy erkaklar qolmayapti deysizlar-yu, lekin men 7 yoshlik haqiqiy erkakni ko'rdim. Konsultatsiyamga bir 7 yoshli bolachani olib kelishdi, uydan qochib ketayotgan ekan, uydagilarni kuydiryapti ekan. 7 yoshi fikr doirasi qanchalar keng va murskoy fikrlayapti-da. Men dadam bilan deydi, onam ajrashyapti deydi. Aynan onamga boshqa sovchi kelyapti. Va onam o'sha sovchi bilan gaplashyapti deydi. Dadam hali bizdan ketmasdan turib boshqa inson bilan gaplashishiga onammi? Men chidolmayman. Shunaqa gum-gum yig'layapti haligi yigitcha. 7 yoshli bolachani or nomuschasini ko'rib, juda ham hayratga tushdim to'g'risi. Kimga aytishni bilmayman buni deydi. Mayli deydi, onam o'zicha haqdir, lekin menga bu og'ir, mashtim og'riyapti deb haligi bola yig'layapti. Men shu uchun bu uyda yashagim kelmayapti, chiqib ketyapman deb 7 yosh bolacha-ya, tasavvur qilyapsizmi? Bu bilan ajrashgan ayollar boshqasiga tegish kerak emas degani emas. Bu yerda umuman gap boshqa joyda. Hali bu oila ajrashmaganda, ajrashmay turib boshqa sovchi bilan gaplashyapti-da onasi. Mana shu narsani ko'tara olmayapti. Hali ajrashmagan-ku deyapti-da.